Baraka, Toshkentda baraka do'stlar. 2026-yil 28-yanvar hafta kuniga siraydi. Ruslan qotiliman deb. Assalomu alaykum Uzmaster oilasi. Do'stlar, mana bular qarang. Oq, qorasi ham oppoq bo'lib turibdi. Hasan aka, xorbang. Assalomu alaykum. Aka qalaysiz? Hasan aka qalaysiz? Siz 3 minutda bo'lib ketgan. Aka kelib qoldingizmi? 3 minutda bo'lib ketgan. Buni aka Xudoning kunida. Ha, qancha duo qilib so'radik buni. Shunaqa aka. Qanaqa bugun Xudo xolasa ekan? Xudo xolasa bugun aka mollarimiz puli ham yengil, sifati ham zo'r. Ha, avvalgi partiya tugadimi? Avvalgi partiyadan bitta qoldi aka. Ha, bu zo'r aka. Saydol aka kelishaveradi, aka ertaga 2 mashina mol keladi. Просто sizga lavz qilganim uchun borini chiqarib beramiz. Ha, mana telefon qilib keldim-da. 50 dan oshganga musofirga 2 million o'taman aka. Bo'ldi. Xorazm bilan Qoraqalpoq dastavkasi o'rtada kelishilgan holda. Ha, yo tomonlarga? Ha, qolgani meni bo'ynimda aka. Yashang aka. Qaysi biridan boshlaymiz? Mashina olib chiq, bugun tuqqanni olib chiq, Shahriyor. Bugun tuqqanni olib chiq. Hop, bugun ko'paga barakali kunda tug'ilibdi-da. Shunaqa aka. O'zi Hasanboy ismini o'zi ham asli barakada. Qarang, barakali kunda, barakali bola bilan. Shunaqa aka. Barakali atmosfera. Zo'r. Boshladik do'stlar. Issiq uyda, ko'rpachalarda choylarni ichib, video ko'rganga nima yetsin, joninglar sog' bo'lsin. Uzmaster oilasi sizlar uchun xizmatdamiz. Joning sog' bo'lsin. Tor Shahriyor deydigan joyim. Mana aka, bolasi buqachasidan. Aha. Hozir tug'di aka, sog'ilgan bu. Hop. Bolasi erkak. Necha qorin edi? 2 ga. 2 ga. Ha, bolasi buqacha. Buqachasidan. Voy joningdan, hayot bilan endi tanishyapti. Mana, bolasi buqachasidan aka. Aha. Nechta sutga beraveramiz Hasan aka? 10 litrga olarsin, Saydol aka. 10 taga? Ha. Yashang. 10 litrga, bolasini oldi o'shatdi. 10 litrga olaveradi aka. Aha. Puli aka oldi qochdi emas, 25 million so'm butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Xorazm bilan Qoraqalpoqqa kelishamiz. Yana xayriya ham bor. Xayriya ham bor aka, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. 25 million so'm erkak bolasi bilan 10 litr sutga. Hozir bitta jaydari sigir puliga rossiyskiy sigir beryapsiz. Shunaqa aka beraman. 2000 talakka podarka mana sigir. 1,5 mingta bo'lsa, 1,5 ming talakka ham podarka. Kimniki ko'p layk qilsa bo'ldi. Ha. Hasan aka o'sha narsa qarang endi hali kelishmaganmiz-ku, 31-dekabrgacha amal qiladimi? Amal qiladi. Bu yil hisobidan. Bu yil hisobidan. Gapimga ega. Ziyon bo'lib ketmaydimi? Bo'lmaydi aka, gapimga ega bo'laman. Mashina orqasidan bo'yapti aka hamma narsa. Uzmaster oilasi dahshat lekin bir bosda yomon qiladilar. Bo'ldi aka. Ketdi olib kiravering. 25 million xayri bor. 25 million xayri bor. Ikkinchi bolasi 10 litr sutga. Rossiyskiy sigir do'stlar. Mana. Buni do'dalarim bilishadi, nimaligini, qanaqaligini. Mana. Voy, agar do'dalar telefon qilsa 23 bo'lib ketyapti-yu. Bo'ldi aka, gapimga egaman, 23 million. 50 dan oshganga musofirga aka 2 million o'taman. Bitta mol emas, har bitta molimga. Yashang aka. Qorda bir boshqacha bo'lsin debsiz-da aka. Iya. Yashang. Olib chiqing Shahriyor kengisini. Buni ham olasiz buqa bo'lish kerak, Shahriyor. Do'stlar, mana hozir buqa bo'lish kerak deb yanishib ketdilar. Iloyim sizlar. Yo'q, aka, buqacha biz borini aytamiz. Yo, aka, men yaxshi niyat qilyapman. Barakali kunda. Chorvasi ko'pligida yanishib ketsin-da. Shunaqa, aka, mana birinchi qoringa. ekan deb. Aka, birinchi qorini. Yurib, qarang. Mana sigir. Bolasini qo'y. Mana jonivor. Bola ham oq boshlardan ekan, gibrid. Shunaqa aka, birinchi qorin. Saydollar aka 12 litr, 13 litr suti bor. Aka 12 litrga olaveradi. Bolasi erkak. Hop. Aka 34-35 emas, 31 million so'm. Butun O'zbekiston bo'ylab bugun qoraqo'yapti, 30 million bo'lsin, jon aka. Ketdi. Yashang aka. Xayri bor. Erkak bolasi bilan xayri ham bor, dastavkasi ham ichida. Yashang aka. 12 litr sutga olaveradi. Samarqand bilan vodiyga savdo qilib bo'lgandan keyin xullas dastavka shu ichida ketaveradi. Ketaveradi aka. Xorazm, Buxoro, Surxondaryoga ham bor, kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Yashang aka. Mana shularni tushuntirib o'taylik. Bolasi buqachasi. Bakki qarang. Ha joningdan. Sigiring bormi desa, mana sigirim bor deydigan joyida. Bugun eng kichkinasi ham 1.30 shakli. Oshiq. Aka eng kichkina molim 1.35. Katta mollar-da. Hani kichkina mollar yo'q. Shunaqa. Lekin qor baraka bo'lib, dahshat yog'yapti Toshkentda. O, tog'oralar bor ekan bugun ham, ha? Yashang. Suvda yashang aka. Bu suvda mol tayyorlab do'stlar, oson emas. Shu mehnatni o'zingizlar Xudo xolasa yuqori baholisizlar. Saydollar aka, o'sha gapim gap. Tishini 4 ta so'skasini sog'ib ko'rsatib beraman. Bo'ldi, so'ragan odam. Ha, so'ragan odam. Birosa qor yog'yapti-da. Mana. Joning sog' bo'lsin. Qor yog'maganda ham oson ish emas deyapti. Yer bag'ir yapalog'idan semental bolasi bilan aka. Bolasi ko'paysin buniki. Yashang, uyingizda chorva to'lib. Bolasini sal qorlarini artib olgin.
Mana semental bolasi bilan aka. Ikkinchi qoringa bu Saydolla aka. 2? Ha, 14 litr suti bor sigirni. Voy, mana turishini qarang. Voy, Buni ham 13 litrga beraman aka. Xo'p. Buni puli aka 34-35 emas, 32 million so'm. Xayri bor. Xayri bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Joningiz sog' bo'lsin. Bu O'zbekiston bo'ylab ketadimi? Ketaveradi aka. Faqat 2-3 kun ozgina zadashga bo'lib qoladimi havoga. Ketaveradi. Ha, transportga. Shuna tursin. Buqacha bolasi. Rasmga olyapman, mana olyapman. Olib Ha, buni bolasi ko'paysin ekan. Ha, ko'paysin dedik buni. Bo'ldi. Ko'tar. Urg'ochi dedik. Saydolla aka yurishlarini qarang, jonivorni. Lekin aka stokalar ham vash Shunaqa. Mana, Просто sal qor yog'ib mollar ko'rinmay qolyapti-da. Bo'ldi aka. Lekin stokasi haqiqatan zo'r mol ekan. Shunaqa. But-buti. 32 million so'm aka. Ozgina xayri bor. Saydolla aka lekin 3 million 4 million o'tmayman aka, ochig'i. Ha, xayrini o'tib berasiz. Shunaqa xayriga o'tib beraman, dastavkasini qildirib eshik tagigacha olib borib beraman. Yashang aka. Etib etganingizga sotmaysiz-ku? Ha, shunaqa. Ana. Voy, mana qarang, hozir usti toza edi. Hozir toza edi. Alloh barakasi do'stlar, qor. Qishda xudo xolasa dehqonchiligimiz mo'l ko'l bo'lsin. Yomg'irda, qorda qilingan duolar inshaalloh qabul. So'raylar do'stlar. Ko'tarsang bo'lasi. Bolasi nima buni? Buqacha buniki aka. O, bugun faqat buqachalar. Shunaqa aka, aralash bor, urg'ochisi ham bor. Yashang. Endi aka bizga ham Xudoning berganida. Ha, shunaqa. Mana yer bag'ir aka yapalog'ina. Aha. 15 ta sutga Saydolla aka bu. Bolasi erkak. 15 litrga. Nechinchi edi? 3. Yondagi 3-chi. Ha, yonidagi 3-chi bolasi Saydolla aka. Hop, chiroyli qilib ayting. Aka 36-37 emas, 35 million so'm. 50 dan oshganga musofirga 2 million o'taman. 33 kam bo'ladi dodalar. 3 million kami bo'ladi. 50 dan oshganga aka gapimga egaman. Mana dodaga kecha qizil sigirni ham 2 million o'taman dedim, 2 million o'tib berdim. Ha, yashang. 50 dan oshganga aka 2 million o'taman, 33 million so'm pul bo'ladi. Erkak bolasi bilan 15 ta sutga. Joningiz sog' bo'lsin. Lekin o'sha savdo yomon bo'pti. O'zi jiyan bilan savdo qilib turib, keyin doda kelsa telefonni ber. Ha, ogalarim yomon qilibdi. Siz tilingizdan o'sha olishdi. Shunaqa. Aka, lavzimizga So'zingizga egasizda aka sizdan berdingizda o'sha dodam yoshiga yetib berdi. Ha, shunaqa. Yashang aka. Mana aka. Qancha duo qilarlar Xudo xolasa. O'zi yoshroq bola savdo qilgan, ha? Shunaqami? Shunaqa bo'lgan? 49 millionga baraka berdim. Endi odatda 83 ga kirgan o'g'lim dedi, 2 million o'tdi bunda. Yomon bo'ldi. Ataka qilishdi. Shunaqa. Yashang, buyursa. Baraka topsin. Moldan baraka topsin. Odam baraka topsa bo'ldi aka, mana shunaqa. U mana do'stlar ko'rdinglarmi? Mana shunaqa joylari bor. Mana shunaqa joylari bor. Bu bolani qattiq u bo'dingizlar, tanti bu bola. Faqat kodini bilish kerak-da. Olib chiqing kengisini. Bu nechiga bu aka? 3 uy. 3-qoringa bu. Qaysidir buzog'ingiz yemayaptimi? Yemayapti. Yomon ovoz chiqdi-da qanchalik. Plyusos ishlab ketdi. Tort. Uni bolasi yursa kerak, durpinki bolasi. Voy. Mana aka, seni bakingdan deganida. Nima bu? Aka, 22 litr suti bor, 20 litrga olaversin. Aha. Bolasi? Ko'paysin bolasi. Ko'paysin. Aka 35 million so'm puli. O'zdagi yapaloq sigir bo'lsin. Shunaqa aka. Bolasini oldiroq qo'ydi. Mana baklarini qarang, jonivorda. Yashang. 3-qoringa aka sigir 8 kurak. Eng kichik bo'yi 1.35. Ha, bak qarang. Bolasini ham bellarini qarang. Maza qilar ekanda, nima qotganini biladi. 35 million so'm. Gapimga egaman 2 million musofirga 2 million 50 dan oshganga o'taman. 35 ni xayri bor ozgina. Xayri bor. Aka 20 ta sutiga beraman. Zo'r. Bugun narxlar barakali bo'lib ketdi. Shunaqa aka. Havoda qarang, havo ham o'zi barakali havo bo'lyapti-da. Ha. Yurg'izing. Shahriyor yeteling buni. Ha, buni tog'adan olib bering. Qarang, buni bakini. Zo'r aka. Mol haqiqatan yapaloq. Shunaqa aka, bitta ro'zg'ori gullataveradi. Ha, xudo xolasa, ishxona uyda bo'ladi. Buni qo'shnisini ham boqadiganidan. O, bu yog'i rus suluvlariga keladi. Shunaqa aka, bu yog'i sal molni sifatiga qarab. Rus suluvlari. Bolasi nima buni aka? Buniki buqacha bolasi aka. Buqachasidan. 15 litr sutga Saydolla aka bu ham. Qancha? 15 taga. Yashang. Ikkinchi qorin bu. 6 kurak molni tishi. Sog'imlarini qarang.
Voy joningda yaxshi ko'radigan kadrlar. Shahriyor Salimdor o'tirib Mana aka. Mahmud 15 ta pallaga beraman aka, 15 ta palla beryapti. Hop. Hali og'iz deydi-yu. Hop. Saydollarga puli 42-43 million emas aka, 40 million so'm. Xayri bor. Xayri bor. 2 million o'taman. Yashang aka. Yashang Hasan aka. Mana do'stlar, molni ko'ringlar, bozorlar bilan Toshkent bozorlari bilan solishtiringlar. U kommentariyada o'tirib olib, narx qatdan olsan, nima qilsan deyishonsan. Lekin sizlar bugungi Toshkentlik bozorlar bilan solishtiringlar. 40 million so'm aka, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Xayri bor. Xorazm bilan Qoraqalpoq kelishamiz. 50 dan oshganga aka gapimga egaman, musofirga 2 million o'taman. Agar mana kelishamiz do'st-ku, o'sha dastavkani Qoraqalpoq, Xorazmlarga. Shu oladan do'dalar ham qilsa ketdimi? Ketdi. Yashang. Xayriga ozgina o't berasiz. Xayriga ozgina o'tib beraman. Joningiz sog' bo'lsin. Eshikning tagiga yetkazdirib beraman. Yashang aka, yurg'izavering. Opkir. Lekin haqiqatdan ham ekan, suluvi kerak ekan. Rossiyskiyni tozasida. Saydollarga prosta qor yog'ib, sal mollar ko'rinmayapti, videosini tashlab beraman. Agar bular quyoshda yaltillab ketardi. Va Xudoning kuni. Allohning kunida do'stlar. Yana bitta osti tog' orasidan. Bu yog'iga sut ko'plari. Shunaqa aka, bu yog'i sutliga hammasi. Hammasi sutga ishlaydigan akalarimiz. Sizlar kutgan kadrlar keldi. O'zi boshida hammasini bir sutini kamda bo'lmaydi. Hammasi o'zini yo'lida zo'r. Hammasi shunaqa aka, mollar jasadiga ham, jasadiga mollar ham, puliga yarashadi. Ana bir-birdan mol emasda. Yosh aka. Ertaga olgandan keyin balki yaxshilikka sotaman deb qolsangiz ham ziyon qilib yormaysiz, xudo xolasa. Shunaqa. Olib chiqing Shahriyor. Bu nechinchi qoringa bu Hasan aka? 2 ga u ham aka. Voy, yana yoshida. Aldan sen yoshiga aldan. Faqat 2 asli buning ichida, ko'pi. O'zi Hasan aka mashlarni 5-6 tuqqan bo'ladi, lekin unaqalar olmaysiz, siz to'g'rimi? Yo'q aka, yo'q. Ana Toshkentda faqat 2-3 ta tug'yapti bu sigir deganligi. Yo'q, aka, anaqa emas-da. Aka, sal suzugini olsangiz olgan odamni ham o'ylash kerak-da. Ha, yashang. Mana. Aka, bakini qarang buni. Bolasi ko'paysin buni, aka. Ha. 22 ta suti bor, 20 taga olaveradi. Hop. Daqa qarang Shahriyor kallasi. Mana, ikkinchi qorin, sigir 6 kurak. Hop. Narxi aka buniki ham 40 million so'm. Xayri bor. Xayri bor. Yashang aka, yashang. 42-43 ta odam qochirmaylik. 40 million so'm molni xayri bor aka. Dastavkasi ichida. Ketaveradi. Ketaveradi. Ham to'g'ri qarang. Voy joning sog' bo'lgur. Tortcha. Yurg'izing. Mana. Dalalarda boqib ham mashinadan 3-4 ta bola olib olishadi, yana xudo xolasa. Aka. Ertaga bular ertaga dalaga qo'ysangiz ham yuraveradi aka. Chunki eti bor, ana bir nozu mollardan emas-da. Nozikkinalardan emas. Bir chillada xudo xolasa qochirib qo'ysangiz, yana bittaga ko'paytirib turadi-da. Shunaqa aka. Qonida bolachasi bilan. $1000 shox chiqadi. Shunaqa. Arzon chakani sigirlaridan bitta bor. Ikkita bor deysizmi? Orif aka. Ke. Zerikib qolsalar telefon qilib turadilar. Bloger ukam mana deb qo'yadilar. Orif aka ham zo'r inson. Bolasi nima buni aka? Ko'paysin bo'lish kerak, Shahriyor shuni bolasi. Ko'payib ketsinmi bolasi? Shunaqa. Ko'payib ketsin. Chorva ko'payib ketsin uylarda do'stlar. Aka, sigirda boshqacha. Ke. Haqiqatda Hasan aka, mana qora sigirlarcha oppoq qordacha zo'r ko'rinib olmas ekanda. Mana aka. Lekin quyoshda yurganda bunis. Shunaqa. Bak qarang, oldida ham, orqada ham. Saydollar aka, sigirda 26 litr suti bor, 25 taga beraman. Aha, bolani qarang. Bolasi ko'paysin. Vashi qotib tug'ibda bolani ham. Ha, shunaqa. Aka 5 kunlik buzoqda. Shuni aytaman-da, buni qarang. Ikkinchi qoringa Saydollar aka, sigirda yapaloqligini ham hamma tomonlama olib qo'ying. Saydollar aka 47-48 million yo'q, aka 45 million so'm. Amalda ozgina xayri bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. 45 million so'm beraman. Hasan aka, agar kimdir uyga qaytganda, bolasin. Aeroportdan to'g'ri kelsa 40 million xayri bormi? Bor. Yashang aka. 40 million xayri bor. Lekin foyda qilmaydi shunda. Nu sotadi bola so'ziga. Sotamiz aka, o lavz qildikmi, u lavzimizga javob beramiz. Yashang. Sekin bizdan olib aka, shu olib baraka topgan odam bo'lsa kommentariyaga yozib qo'ysa bo'ladi. Bolasi ushlab turing. Yurg'izing. Tort.
yurg'izing. Mana mol. Mana sigir. Yapaloqligini qarang, baquvvatligini qarang. 45 million xayri bor. Orqali ham karobka. 26 litr sutga. Yaqinda ham 23 ta 25 ta sut beradigan sigirlar 50 million tepasi edi-da. O'zimiz ham chiqarib oldik. Endi aka, yengil olganmiz, yengil sotamiz. Ha, omonni sotmaymiz, shunaqa. Yashang aka. Bolani ham kelajagiga xudo xolasa zo'r sigir bo'ladi-da, sifatli buzochi. Ha, bolasi urug' buni aka. Ha, bakki qarang. Olib ko'ravering Shahriyor. Mana. To'g'ri qarang. Ha, joningdan. Joningdan degan joyi. Lekin dahshati mana. Ana uzun ustiga olmos qo'yiladi-ku. Bugungi qorli kechamiz malikasi. Mana aka. Bugungi qorli kechamiz malikasi. Bolasi sementalida mana Saydollo aka. Oq kiprik, oq kalla. Gibridda endi baribir, gibrid tushgan. Ha, ozgina dog'i bor ekan. Ha, Ukrainkaga baribir semental qo'ygan gibrid bo'ladi. Lekin jirnis bo'ladi zo'r, ha? Galishtindan baland bo'ladi, ha? Ancha baland bo'ladi aka. Endi ani shvetschalikmi bilmayman-ku, lekin baland bo'ladi. Mana aka soskalarini qarang buni. Mana shunaqada, ha? Shahram bunday bu yoqqa qarab. Bolasi buqacha Saydollo aka. Aha. Buni ham 25 ta sutga beraman. 25 litrga. Ha, mol 3-chi qorin. Necha kunlik bolacha? Bolasi 6 kunlik bo'ldi aka. 6 kunlik buzochi. Mana 6 kunlik buzoqcha. Endi sal sovuq. Shumrayib turibdi. Ata ichib ketmagan, boshqa qilmagan. Ha, mana o'shaning puliga ketdi u ham. 45 million so'm. Molda ozgina xayri bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Seriyozmi? Qoraqalpoqqa kelishamiz, ha. Aka 52 million, 53 million ham chiqardik. Aka buni bo'g'ozi hozir shunaqa pul. Aka 45 million so'm molda ozgina xayri bor. Molda qo'shib qilish keragi yo'q aka. Ani molga tushunmagan odam nima deb yozsa aqliga sig'gan bo'ladi. Lekin do'stlar bu rostdan arzon. 700 kilodan kam kelmaydi, yuvib bersam sigir. Ha, o'shani aytaman. Bu mol rostdan arzon. 45 million so'm aka, erkak bolasi bilan. Xohli paxta qo'yapti deyman. Nima deb yozsangiz yozing, u sizning aqlingiz. Shu aqlingiz bilan shu yoshgacha yetdingizmi, yana yetib boravering. Mana. Lekin bu mol rostdan arzon chiqdi. 45 million so'm aka O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Mana. Sifatni ko'ring. Mana sigir aka. Ukrainkan tozasi. Bolasi semental gibrid. Buni menimcha aka, yo'q voha, yo'q vodiydan tirikchilikda akalarimiz so'rasa. Xohlagan joydan aka, xohlagan to'g'ri kelganga aeroportdan 5 minut o'taman, gapimga egaman. Joni sog' bo'lsin. Moling bormi, moling bor dey. Olib kiraver Shahro, buzoq sovqotadi. Lekin haqiqatda quyoshli kunda bo'lganda yadrni video bo'lardi. Aytmang. Boriga bozor. Do'stlar mana hozir u bu deyishdan oldinchi ko'ring, sigirni ko'ring, mana bakini, bichimni ko'ring. Mana har tomonlama solishtirib oling oldin. Baquvvatligini ko'ring. Zo'r aka. Qorli kunda Saydollarga kelishaveradi. Aka, juma kuniga yana bitta video bor. Xudo xolasa, yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham qilamiz. Joni sog' bo'lsin. Yana ertaga 2 mashina mol keladi. Kelishaveradi aka. Yashang aka. Xudo bozoringizni bersin aka. Bo'ldi aka, rahmat. Uzmaster oilasi, ketqizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Mehnatimizni o'zingizlar aqlingizga yetgancha baholanglar bo'ldi. Bizda like bosing, yana nima yo'q, unaqa narsalar yo'q. Joninglar sog' bo'lsin deyman, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Film tugadi.